Endi uzoqroqqa ketsak bo'ladi ekan, Shabada mavzu ekan. Ketdik ko'chalarga. Ketamiz. Sotmaysan? Begonasi yo'q. Ana bolalar ko'rinmadi. Deb sotding o'zi qalding. Qo'yib olaman o'zi. Ne ularning kallasi ko'rmading sotib oldim. Yapıyoruz. Ha? Qalaysan? Yaxshi. Nima qilyapsan? Uniston? Ayang qanday? Yaxshi. Tanidingmi? Kimman? Ha? Kimman? Yalmog'iz kampir. Tamam. Keldimi kecha? Suvga soldi. Bizga ham qoldimi tut? Bizga ham bormi? Ha, ichkana bilan tushirasizlar. Yana. Tutun qarasa o'tib ketgan qadam. Biz o'yladik ikkita qiz sizlar tepada o'tirgan ekansizlar-da, hammanglar. Tutyapti. Onanib ketdi. Terib ham tushasizlarmi? Qaranglar, mana bittasi o'tiribdi. O, anta yana bittasi o'tiribdi. Ha, qaranglar. Yana bormi tepada kimdir? Bo'ldimi? To'rttami? Men oldin uchib ketmoqchi. To'rtta bor ekan bular. Voy, poy. Sen tarafga bor. Men senlar orqalaringga qo'yib siz bu. Senchi nima chiqmading tutga? Tutga chiqa olmaysanmi? Qo'rqasanmi? Ha? Onam ketdi. Velosipedingni uchishni bilasanmi? Uch. Qani ko'rsatchi qanaqa uchayotgansan. Davay. O'tir velosiped. Ko'rsat. O'tir. Daraxtga rahmat dedinglarmi tut uchun? Ha. Daraxt senga rahmat, shunaqa shirin tut uchun deb qo'yinglar. Allohga rahmat deylar. Mazza qilib yeyapmiz deylar. Rahmat deylar. Rahmat. Voy, молодцы. Aylanib ketay. Mana mazza qilib yeb oldim. Tutlardan. Bo'pti, rahmat qizlar tut uchun. Xayr, yaxshi qolinglar. Один сельский житель лежит, сторожит свой дом. Yur. Ketasanmi ertaga? Yo'q, quyosh. Yo, go'zal, go'zal yurtim, go'zal. Gap yo'q.